Normal yuz uchun kollagenli klinzer, yuzimizni makiyajlarini yuvish uchun. Bu 5 xil vitaminlarga boy kollagenli yuzimizni yuvadigan sprey. Buni bemalol kechasi ham, kunduzi ham ishlatsa bo'ladi. Kunduzi faqat yog'li yuzga ishlatsa bo'ladi. Bundan keyin hamma yuzga tushadigan uqotlarni qilib ketamiz. Deeply Control Balance Toner. Bu toner oziqlantirish, namlantirishi birinchi bosqichi. Tarkibida AHBH kislotasi va niatinamidi bor. Niatinamid juda ham zo'r, yuzingizdagi har qanaqa dog'larni, ugridan qolgan pigment, har xil dog'larni ochartirib beradi. Bu toner har qanaqa yoshga to'g'ri keladi. Ertalab ham, kechki payt ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Deeply Control Balance Emulsiya. Emulsiya tonerdan keyingi bu balansni normaga keltiradi. Buni tarkibida jojoba yog'i, sinamid va gialuronka bor. Oxirgi etap SPF. Обязательно ko'chaga chiqishdan oldin suramiz. Bu SPF menda уже tugayapti. SPF tanlayotganingizda har doim e'tibor beringlar. PA 4+ bo'lish kerak. PA 4+ bu quyosh ultrabinafsha nuridan maksimal himoya qilib beradigan SPF hisoblanadi. Bu SPFda guruch kukunlari, ko'k choy va padirim bor. Yuzingizda namlik beradi va maksimal darajada quyoshdan saqlaydi. Yuzingizni svejiy yaltiratib turadi.